Assalomu alaykum va biz yashmachoq challenge'ni olamiz. Bu ikkalasi Hasan va Husan. Endi biz hozir yashmachoq challenge'ni olamiz. Qani boshlandi. Endi sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 arqamdagi oldilagaduk. Endi qidirishni boshlaymiz. Taki birinchisida kimni qidirishni bilamiz, lekin hozir biz ko'ramiz. Kimlarni topishimizda. Shuning uchun biz hozir 20 sanadik, lekin hozir tez ketish va qiziq ketish uchun qildik. Endi hozir tez bo'ladi. Bu Hasan topildi. Hasan topildi. Endi Husan. Qani ularni ko'raylikchi. Hada bo'lma yo'qmi? Qani ko'raylikchi. Bu yerda yo'q-ku. Qayerda bo'lishi mumkin bu Husan? Husan qayerda? Husan qayerda endi? Husan qayerda bo'lsa endi? Husan qayerda? Husan qayerda? Qayerda? Husan qayerda? Husan qayerda bo'lishing kerak? Husan sen albatta ishing kerak, lekin biz topolmayapmiz. Qandaydir topishga urinishimiz kerak, lekin topolmayapmiz. Nima bo'lishi kerak? Mana bu yerda ko'ramiz. Lekin bu yerda bo'lishi mumkin-da. Lekin o'g'ilni tepaga chiqmagan bo'lishi mumkin. Shuda men chiqaman. Sen bilmayman hozir. Lekin mana shu yerga Tepasiga chiqalarding ki, endi ayam bilan chiqmasa shuna qarasang bo'ldi-ku. Chiqishing shartmi? Durdu tak. Yo'q. Qani ikamiz kiramiz. Bismillah. Endi deb qavatga chiqamiz. Oy,